Dunyo bo'ylab har yil milliarddan ortiq bolalar zulmga uchrayaptilar. Panoh topa olmay zo'ravonlikdan ular shu yuk bilan yashayaptilar. Dunyo bo'ylab har yili 1 milliarddan ortiq bolalar zo'ravonlik qurboniga aylanadi. Biz bu yuk bilan yashayapmiz. Bu men ko'rgan filmning kirish so'zlari. Bolakay bizlardan o'pkalamoqda. İltijoli nigoh, ma'yus ko'zlari hanuz yuragimni tilkalamoqda. Bu film 3 taqdir, 2 bolakay va 1 qizaloqning hikoyasidir. Filmni ko'rmagandirsiz hoynahoy. Bir ko'ring. Bolajon o'zbekmiz axir. Film insonlikdan yiroqlayotgan jamiyatimizdan so'z ochar qisqa. Biz ko'ra olmayotgan, his qilmayotgan o'z fojiamizni ko'rsatar bizga. Haqqim bor. Filmning nomi shunaqa. Bolalar o'z haqqin biladilar. Bolalikdan yiroq ketgan bizdaqa beg'am kattalardan arz qiladilar. Ma'yus ko'zchangizga jonim ko'stimor, vatanim bag'rida ungan jonlarim. Zulm changaliga takror va takror sizni boy beryapmiz, bolajonlarim. Dodingiz eshitgan juda kam nafar millat ahligina birga darddoshmiz. YouTube'da qo'shiqlar, million ko'rishlar. Afsuski shu qadar yallaga o'chmiz. Nahot bolajonmas, yallajon xalqmiz. Qutqara olmaymiz. Eshitmaymiz. Kaltakdan jonlari qatqaloqlarni, yoxud xirsiga qul erkaklarimiz qurboni bo'lgan ul qizaloqlarni. Bir vaqtlar bobolar bitta bolaga ota der edilar 7 mahalla. Bu millat yuz burib borar qaylarga. Bolasi qo'lin zor cho'zgan mahalda. Suratlar hozirda bolalar chizgan. Ular fosh etibdi oxiri bizni. Bu suratlar ko'zgu har birimizga ko'rsatib turibdi botinimizni. Zarracha shafqat va mehringiz bo'lsa, magar shu millat va bolajonlarga. Filmni bir bora ko'ring hech qursa va haqqini qaytaring. Mitti jonlarga. Yukni tashlab go'daklarning yelkasiga qayga boqib, qayon qadam tashlayapmiz. Quloq osing bolalarning nolasiga. Biz bu yuk bilan yashayapmiz. Biz bu yuk bilan yashayapmiz. Biz bu yuk bilan yashayapmiz.